Temuriylar tarixi davlat muzeyi. Umuman olganda bu yerda Amir Temur siymosidan boshlaylik. Aynan 14-asrning 50-60-yillarida Movrunnahr hududida bir qancha 10 ga yaqin bekliklar bo'linib ketgan. Xususan Qashqadaryoda aynan Keshda Barloslar, Buxoroda Sadirlar, Termizda Saidlar, Xorazmda So'filar, Ohangaron desa Jaloyirlar mutlaq hokim mutlaq edi. Ana o'sha payti, ya'ni biz bilamiz Amir Temurning otasi kim? Amir Tarag'ay ibn Barqal nomi bilan mashhur bo'lgan. Ana shu xonadonda bir o'g'il farzand dunyoga keladi. 1336-yil 9-aprel yoki bo'lmasa hijriy 735 Shabbon oyining 25-kunida dunyoga kelgan deb naql qiladilar. Bu yoqda ham olib ketavering, bu yoqda ham talabalarda ham. Shu bilan birgalikda Amir Temur yoshlik chog'ida birinchi ustozi Mulla Alibek sifatida keltiriladi. Ya'ni bu manbalarda uchraydi. Keyincha Shayx Shamsiddin Kulol. Shayx Shamsiddin Kulolga bergandan so'ng bilasizmi, Qur'on oyatdan tajvid yo'nalishida chiroyli o'qiydi va shunga nisbatan Amir Temur 10 yoshida mana shu Qur'on oyatdan chiroyli o'qiydigan sifatda ham keltirilgan va uni albatta madrasaga berib, ya'ni ilmi talibini oshirib boradi. Bu vaqtda Temuriylar saltanatida o'sha Amir Temurning o'sha Chig'atoy nasldan bo'lgan ayni paytda To'g'liq Temur xizmatga kiradi. Kesh viloyatining dorug'asi etib tayinlanadi. Va shu bilan birgalikda 24 yoshga to'lganda o'sha hokim sifatida faoliyat yurita boshlaydi Amir Temur, ya'ni To'g'liq Temurning, ya'ni Chig'atoyning nasldan bo'lgan To'g'liq Temur xizmatga kirishdan boshlagan. Shu bilan birgalikda keyinchalik 1362-yillarda ayni bu paytda Seyiston bo'lgan jangda Amir Temur nihoyatda og'ir jarohatlanadi va butun o'sha paytda umr davomida mana shu narsa qolib ketadi. Uning o'g'li Ilyos Xo'ja bilan kelisha olmay qoladi. Ilyos Xo'ja bilan va uzilib kesil, siz bilasiz, Loy jangi 1365-yilda bo'lib o'tadi. Ya'ni 22-may kuni Chinozda o'sha kuchli jala yoqqan sababli Loy jangi nomi bilan kiradi. Umuman olganda Amir Temurning o'sha payt Loy jangidan so'ng o'sha Temuriylarga umuman olganda o'sha Amir Husaynga nisbatan adovat paydo bo'ladi va Amir Husayn sekin astalik bilan hokimiyat tepasiga kelish harakat qila boshlaydi. Temur ham o'sha paytda kela boshlagan. Konigil mavzusida uchrashadi bular. 1366-yilda Amir Temur o'sha aynan Konigil mavzusiga kelgan paytida Samarqandda Sarbadorlar harakati boshlanadi. Sarbadorlar harakati. Ana shu vaqtda Sarbadorlar harakatida to'g'ri qissa qilib aytib o'tib ketamiz.